Kelin hayoti 40-kunda onajonim tug'ilgan kunlarini nishonlaymiz. Opalarim so'pimisan deyishadi. Nimagaki birinchi bo'lib men boraman. Turmush o'rtog'im ishga ketayotganlarida mashinalarga chiqib olaman. Hammani o'zim kutib olaman. Tug'ilgan kun faqat tug'ilganniki emas, tuqqanniki ham dedim-da, onajonimga qo'shib bu jonimga ham sovg'a oldim. Arzimagan sovg'alar bilan duo olib xursand bo'lib turdim. O'zimga ham podarkalar olib qo'yishibdi. Ko'rib rosa xursand bo'ldim. Ayniqsa krem jinnilar uchun juda ham zo'r narsalar ham ketma-ket kelishni boshladi. Cheesecake o'zidan o'zimizga shirinliklar zakaz qildik. Shu San Sebastian opajon rosa ham maqtagandilar. Oxiri olishga majbur bo'ldim. Maqtaganlarcha bor ekan, shokoladlarni shunaqa zo'r qilishar ekan. Bugun tadbirlarda ayniqsa osiyalar uyaltirib qo'ymaydi. Tug'ilgan kuni egasi bo'lsa yana ishga ketdilar. Kechroq kelganlari uchun qizlar bilan bitta somsa bilan bitta salat qilamiz deb kelishdik. Ularni 3 burchak qilib shu bir-biridan solib yog' surib duxovkaga soldim. Bu orada tovuqni qaynatishga qo'yib qo'yib sos tayyorlash boshladim. Men uchun salatlarga eng ideal sos shu chesnochli sos bo'ladi. Ochig'i salatga zo'rg'a yetkazib oldim, chunki issiqqina batullar bilan yaxshigina yeyildi. Masalliqlarni ketma-ket solib, sosini solib aralashtirdim. Chetlariga bo'lsa suxariklarni chiroyli qilib bezak qilib terib qo'ydim. Bir tog'ora salatdan bitta tarelka ham qolmadi. Sizlar ham bir marta tayyorlab ko'ringlar. Salat tayyor bo'lishi bilan oyimam ishxonadan gul podarkalar bilan kelib qoldilar. Podarkalarni obzor qilib bo'lganimizdan keyin somsani harakatini boshladik. Bir kishi hamma uchun, hamma bir kishi uchun deb 3-4 tadan bir pasta somsalarni duxovkaga soldik. Buni ranglarini chiroyliligini qaranglar. Ko'rinishini o'zi yedib turibdi. Buni bo'lsa jiyanim 3D printerida o'zi yasabdi. Mashalloh, juda ham chiroyli. Like bosib obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Yil oxirigacha 100 mingta bo'lishni niyat qilganman.